Bugungi kunda O'zbekistonda 200 dan ortiq universitetlar bor va bu degani abituriyentlar va ularning ota-onasining oldida juda ham katta tanlov mavjud. Va qaysi universitetni tanlash sizning istaklaringizga bog'liq. Masalan, aytaylik, yozning qoq chillasidan Finlandiya kabi davlatga borib, qishdan bahramand bo'lishni xohlasangiz yoki Amerika, Italiya, Koreya davlatlariga borib, almashuv dasturi asosida o'qib kelishni istasangiz, unda Nordic universiteti siz uchun eng to'g'ri tanlov. Ushbu videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, Nordic universiteti tanlash sizga 100% ma'qul bo'lishiga amin bo'lasiz. Sizlar bilan esa bugun Maftunaxon va Nordicdagi bir kunimizni biz boshlaymiz. Universitet haqida bir nechta faktlar. Nordic universiteti 2022-yilda o'z litsenziyasiga ega bo'lgan va ushbu yildan o'z faoliyatini boshlagan. Bu yerda hozirgi paytda 6,5 mingga yaqin talaba tahsil oladi. Universitetda hozirgi paytda 19 ta bakalavr, 13 ta magistratura va 6 ta PhD dasturlari mavjud. Universitet Finlandiyaning Kareliya, Italiyaning Trento, Koreyaning Daegu va Amerikaning Lawrence va Rowan universitetlari bilan birgalikda 2+2 va 3+1 dasturlarini yo'lga qo'ygan. Hozirgi paytda universitetning Toshkent shahrida 3 ta kampusi mavjud. Universitet tanlashda nafaqat sifatli ta'limga, balki qulay sharoitlarga ham ahamiyat beriladi va sizlarga bugun Nordic universitetining kampusini ichkaridan ko'rsatamiz. Kiraverishdan chap tarafda universitetning rahbariyati bilan tanishishingiz mumkin bo'ladi. Keyin o'zi umuman qilib aytganda, universitetning binosi standart binolarga o'xshamaydi, chunki bu yerga kirganingizda xuddi o'zingizni labirintga tushib qolgandek his qilasiz. Bu tarafda universitetning logotipi bor va agarda siz aynan Nordic universitetida tahsil olayotgandan g'ururlanadigan bo'lsangiz, shu yerning oldida chiroyli rasmlarga tushsangiz bo'ladi. Va bu tarafda talabalar darsdan keyin dam olishlari uchun ham chill zona mavjud. Universitetning koridorlarida juda ham ko'p tarixiy rasmlar mavjud va bu yerda yurganingizda o'zingizni xuddi san'at galereyasida tushib qolgandek his qilasiz va albatta Nordic universiteti Finlandiya bilan birgalikda ochilgan universitet va bu yerda Fin va O'zbekiston bayrog'i birgalikda aks ettirilgan. Binoning pastki qismida juda ham katta, eng so'nggi modeldagi kompyuterlar bilan jihozlangan auditoriya bor va bundan tashqari darsdan keyin talabalar dars bilan shug'ullanishlari, kitob o'qishlari uchun mo'ljallangan katta va shinam kutubxona va ko'pchilikning eng yaxshi ko'rgan joylaridan biri oshxona ham aynan shu yerda joylashgan. Universitetning binosi 3 qavatli va har bir qavatida albatta ko'plab auditoriyalar va kafedralar mavjud. Menga eng yoqqan qavat albatta shu 3-qavat hisoblanadi, chunki ko'rib turganingizdek, bu yerda juda ham chiroyli devor mavjud va o'zgacha tarixiga va atmosferasiga ega. Va bu yerda konferens hol ham bor. Finlandiya tomonidan uyushtirilgan ko'plab tadbirlar aynan shu yerda o'tkaziladi. Kofe breyklar esa ushbu kafeteriyada bo'lib o'tadi. Darslar qanday olib borilishi haqida bugun biz Nordic universitetining dekanlaridan biri Elshad aka bilan suhbat quramiz. Elshad aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bizga Nordic universitetidagi dars jarayoni boshqa universitetlardan ajralib turadigan farqlari haqida aytib bersangiz. Endi Nordic universiteti dars jarayonlari o'ylaymanki butun O'zbekistondagi kabi bir xil, umuman ajralib turadigan jihatlar albatta biz darslarda sifatiga e'tibor beramiz. Talabalarning darslarda o'z vaqtiga qatnashishlariga e'tibor beramiz. Bundan tashqari bizlarda mana talaba, tutor va ota-ona uchburchagi hosil qilingan talabalarni, demak, dars jarayonlarida olayotgan bilimlarini doimiy monitoring qilib boramiz va ularning rezultatlarini ularning ota-onalari bilan ham ulashib borib turamiz. Demak, ota-onalar farzandlarining erishayotgan natijalarini, akademik sohadagi erishayotgan natijalarini doimo nazoratda bilib turish imkoniyatlariga ega bo'lishadi. Adashmasam, sizning universitetingizdan xorijdan kelgan o'qituvchilar ham dars beradi, to'g'rimi? Shunaqa, xorijdan kelgan o'qituvchilar bizda bor. Ya'ni mana fin tili darslari misol uchun Finlandiyadan kelgan o'qituvchilar tomonidan, o'sha native speakerlar tomonidan o'tiladi. Bundan tashqari O'zbekistonda, ya'ni o'zbekistonlik lekin xorijda ta'lim olib kelib, xorijda dars berib, demak, xorijda PhD qilib, bugungi kunda O'zbekistonga, ya'ni vatanimizga qaytib, talabalarga ilm ulashadigan, demak, professor o'qituvchilarimiz ham sonlari anchagina aynan universitetimizda. Darslarda talabalar zerikib qolmaydimi va zerikib qolmasligi uchun nimalar tashkil etasiz? Endi darslarda talabalar zerikib qolishmaydi, chunki darslar turli xil o'sha case study'lar orqali, yangicha metodlardan foydalanish orqali o'tiladi. Biz doimo o'qituvchilarimizni ham o'sha teacher training dasturlarda ishtirok etishga undaymiz. Har yili o'quv jarayonlari tugagandan so'ng o'sha o'qituvchilarimiz yig'ilib, demak, hamma o'qituvchilarimiz universitetdagi bor professor o'qituvchilar bilan biz doimo demak, yangi metodlarni ustida, o'sha pedagogik metodlar ustida doimiy ravishda mahorat darslarini olib boramiz va ularni dars jarayonlarida qo'llaymiz.
va bizda mana shu o'qituvchilar darslariga boshqa o'qituvchilar kirib, shu mahorat darslari o'tib beradigan ochiq darslarimiz ham ko'p bo'lib turadi. Bunda demak har bir o'qituvchini o'sha talabalarni qanday jalb qilyapti dars jarayonlariga yoki o'sha kamchiliklar, yutuqlari to'g'risida doimo biz tahlil qilib boramiz va shu natijasida talabalar ham bundan o'tishadi va o'qituvchilarimiz ham demak bilim saviyalari, ya'ni o'sha tajribalari oshib boraveradi. Adashmasam, sizlar o'qituvchilarni ham xuddi talabalar kabi xorijga yuborib ham ularni toifalarini, kvalifikatsiyalarini yuqori darajaga chiqarish uchun almashuv asosida ularni yuborasizlar. Xuddi shunaqa biz doimiy ravishda demak har 2 oyda bir marta O'zbekistondagi nafaqat aynan Nordic universiteti o'qituvchilarini, balki O'rta Osiyodagi desak ham bo'ladi. Chunki Qozog'iston va Qirg'izistonda ham demak professor o'qituvchilarni bir necha marotaba shu Finlandiyaga, o'zimizning hamkor universitetlarimiz hisoblangan Koreya amaliy fanlar universitetiga, undan tashqari Yuvaskala universitetlariga yuborib turamiz. Bu yerda bilasiz, Finlandiyada aynan ta'lim, pedagogika sohasi juda ham yaxshi rivojlangan. Demak, bu yerda o'qituvchilarimiz borib, mana shu xalqaro tajribalardan bahramand bo'lib, yangi demak metodlarni, yangi tajribalarni o'rganib kelish imkoniyatlariga ega bo'lishadi. O'zi umuman Nordic universitetida aynan fin modeli asosida darslar olib boriladi deb aytiladi. Bu qanday model? Fin modeli bu mustaqil ta'limga ko'proq urg'u beriladi. Ya'ni bilasiz, juda ham ko'p holatlarda mana o'zimiz o'qigan paytimizda ham professor o'qituvchilar dars jarayonlarini boshidan oxirigacha tushuntirib berishlariga o'rganib qolganmiz. Lekin fin ta'limida bu narsa butunlay boshqacha. Mustaqil ta'lim komponentiga ko'proq urg'u beriladi. Professor o'qituvchi talabaga faqat yo'llanma berib qo'yadi xolos. Ya'ni misol uchun qaysidir shu bilimni olmoqchi bo'lsangiz, professor o'qituvchi sizga mana shu ma'lumotlarni olmoqchi bo'lsak, mana bu kitobga murojaat qilishing kerak. Yoki mana bu ma'lumotlarni olmoqchi bo'lsang, mana bu kitobga murojaat qilishing degan yo'llanmani beradi. Talabalarning asosiy vaqti esa kutubxonalarda o'tadi. O'zlari ishlab, mana shu savollarga javob qidirishga harakat qilishadi va o'qituvchilardan doimiy ravishda feedback olib turishadi. O'zi Nordic universitetida o'qish qiyinmi deb o'ylaysiz? Endi o'qish qiyin deb o'ylamayman. Agar sizda harakat qiladigan bo'lsangiz, men endi o'zim ham chetda tahsil olganman. Solishtiradigan bo'lsam, men o'zim o'qigan joy bilan albatta Nordic universitetida o'qish qiyin emas. Menimcha, agar ozgina talabalar harakat qilishadigan bo'lsa, o'ylaymanki, bemalol ko'zlangan maqsadlariga yetishadi, lekin nimagadir o'sha yiqilib qoladigan talabalar soni ko'proq. Aynan imtihonlardan o'tishda ko'p qiyinchiliklarga duch kelayotgan talabalarimiz ham soni anchagina. Nordic universitetda yo'nalishlarning xilma-xilligi juda ham katta. Ya'ni bu yerda jurnalistika, tarix, boshlang'ich ta'lim, iqtisodiyot, kompyuter injiniring, biznes boshqaruv, psixologiya, turizm, musiqa ta'limi kabi yo'nalishlar bor. Aytgancha 2025-26 o'quv yili uchun bo'lajak talabalarga universitet tomonidan 300 ta grant ajratilgan. Bu degani shuncha imkoniyatlarga ega bo'lib turib ham bepulga o'qishingiz mumkin. Kontrakt narxlariga to'xtaladigan bo'lsak ham, bu yerdagi kontrakt narxi boshqa xususiy universitetlarga qaraganda uncha ham qimmat emas. Eng yuqori kontrakt narxi 22 million so'm, kunduzgi ta'lim shaklida, sanoat muhandisligi va menejmentda, biznesni boshqarish va kompyuter injiniringi yo'nalishida. Hozir esa sizlarga eksklyuziv kontent ko'rsatamiz. Bu esa Amerika Qo'shma Shtatlarining Rowan universiteti bilan birgalikda ochilgan yangi Nordic universitetining kampusi. U yangi ta'mirlangan, ya'ni endigina remontdan chiqqan va bu yerga kirganingiz bilan o'zingizni xuddi Amerika universitetiga tushib qolgandek his qilasiz. Juda ham hashamatli va did bilan qilingan remont bu yerda va yangi o'quv yili uchun bino butunlay ta'minlanadi. Bu 8 qavatli binoning 7 qavatida xilma-xil chiroyli va katta shinam auditoriyalari mavjud. 8-qavatda esa open space, ya'ni kutubxona qilinadi va butun Toshkentga qaraydigan manzara bilan talabalar bu yerda dars qilishligi mumkin bo'ladi. Eng tepa qavatda esa terrasa ham mavjud. O'ylaymanki, bu terrasani ham yaqin orada talabalar dam olishligi uchun juda ham chiroyli va qulay joy qilishadi va balki kechalari aynan shu yerda ular movie night kabi eventlarni tashkil etishligi mumkin bo'ladi. Ushbu ikkita kampusdan tashqari, yana Navza metrosining oldida ham bir kampus joylashgan va u yerda rektorat, magistratura bosqichida va musiqa ta'limi yo'nalishida o'qiydigan talabalar tahsil olishadi. Endi bizga talabalar darsdan tashqari sizlarning universitetingizda nima bilan mashg'ul bo'lishlarini aytib bersangiz. Hali endi bizning universitetimizda juda ham ko'p klublar tashkil qilingan. 12 dan ortiq klublar tashkil qilingan. Mana shu motivation klub deymizmi, speaking klub deymizmi,
mana shu teatr klublari bor, bizda talabalar o'zlarining iqtidorlarini namoyish qilishlari uchun. Undan tashqari musiqa klubi bor. Va boshqa klublarimiz bor, ya'ni to'garaklar bor, qizlar uchun qizlarxona klublari bor. Mana shu klublarda talabalarimiz darslar tugagandan so'ng vaqtlarini samarali o'tkazishadi. Demak, talabalarimiz shu akademik faoliyatlarni tashkil qilish bilan bir qatorda, demak, darsdan so'ng vaqtlarini unumli o'tkazib, turli xil mana shunday biz tashkil qilayotgan klublarda turli xil hunarlarni, ya'ni o'sha tillarni o'rganishlari mumkin bo'ladi yoki mana musiqalar chalishni, turli xil asbob uskunalar deymiz, musiqa asboblari, ya'ni pianino chalish o'rgatiladi, gitara chalish o'rgatiladi, vokal darslari beriladi. Demak, ularning hammasi tekin talabalarimiz uchun. Bizda musiqa shu yo'nalishi ham bor, musiqa kafedrasi bor, musiqa yo'nalishi talabalarimiz bepul mana shunaqa to'garaklarni amalga oshirib berishadi. Undan tashqari o'sha yuqorida aytib o'tganimdek teatr klubi ham bor. Teatr klubimiz mana shu talabalarimiz madaniy hordiq chiqarishlari uchun o'sha har 3 oyda, 4 oyda bitta sahnalashtirilgan teatr qo'yib berishadi. Asar olinadi, mana shu asar ustida 3 oylab, 4 oylab ishlashadi va o'sha teatrni tomosha qilgan nafaqat talabalar, balki universitetimiz barcha xodimlari kirib tushishadi va madaniy hordiq olishadi. O'zi sizlarning Instagram sahifalariga ham kirsa, juda ham ko'p aynan talabalar darsdan tashqari bo'lgan mashg'ulotlari yoritib berilgan. Ya'ni rostdan ham talabalar zerikib qolmasligi shunda ko'rinib turadi. Ham sizlarda juda ham ko'p bayram munosabati bilan har xil eventlar bo'lib o'tadi. Shunaqa, to'g'ri aytdingiz. Turli xil mana shu bayramdagi, mana O'zbekistonda bo'lib o'tadigan bayramlarga ham bilasiz, mana davlat bayramlari bor, umum xalq nishonlanadigan bayramlar bor. Mana shularning hammasiga biz puxta tayyorgarlik ko'rgan holatda talabalar, o'qituvchilar alohida mana shu tayyorgarlik ko'rib, mana shunaqa bayramlarni biz o'sha ko'tarinki kayfiyatda kutib olishni ishlaymiz. Bundan tashqari xalqaro konferensiyalar bo'lib o'tadi biz universitetimizda, talabalar uchun ham, o'sha universitet xodimlari uchun ham, professor o'qituvchilar uchun ham. Mana yaqinda magistr talabalar uchun, misol uchun O'zbekistonda respublikada birinchi marta musiqa ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan magistratura bosqichi magistrantlar uchun birinchi marta O'zbekistonda konferensiya tashkil etildi. Undan tashqari mana xalqaro matematika olimpiadasi tashkil qilindi. Ikkinchi marotaba tashkil qilinishi edi bu. Bu o'sha TASIMO deb nomlanadi, ya'ni Toshkent xalqaro matematika olimpiadasi. Mana shu olimpiadaga ham turli xil mamlakatlardan, ya'ni offlayn bosqichida, oxirgi final bosqichida 13 ta davlatdan ishtirokchilar ishtirok etishdi. Xitoy mamlakatidan, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, demak har yili mana shu olimpiadani ham demak ishtirokchilarining geografiyasi kengayib bormoqda. Undan tashqari bizda mana shunaqa biznes forumlar ham tashkil etiladi. Ya'ni mana yaqindagina Estoniya, O'zbekiston ikkinchi biznes forumini tashkil qildik. Bundan oldin O'zbekiston, Finlandiya biznes forumi ham bo'lib o'tgan edi. Shunaqa faolmiz. Ya'ni ularning barchasi aynan Nurzik universiteti tashabbusi va yordami bilan bo'lib o'tadi. Xuddi shunaqa, aynan shu universitetimiz tashabbusi bilan biz o'sha koordinator vazifasida turli xil xalqaro tadbirlarni ham tashkil qilamiz. Mana misol uchun yana aytishim mumkinki, yaqinda biz mana Yevropa ittifoqi bilan hamkorlikda Climate Change ga atalgan butun o'sha Markaziy Osiyo liderlaridan tashkil topgan, 100 ta liderdan tashkil topgan katta bir o'sha tadbirni ham o'tkazdik. Bunda ham turli xil mamlakatlardan, ayniqsa mana shu Markaziy Osiyodan yuzlab liderlar, yosh liderlar kelishdi. Aynan Nordik universiteti bu yerda koordinator vazifasini bajardi, asosiy o'sha tashkilotchi vazifasini bajardi va kelajakdagi mana suv bilan bog'liq, suv tanqisligi bilan bog'liq, mana shu global isish bilan bog'liq muammolarga birgalikda biz mana shu yoshlar bilan yechim topishga harakat qildik. Ko'pchilik ushbu universitetni aynan Work and Travel uchun tanlaydi va hozir sizlar bilan живой пример, ya'ni Work and Travel dasturi asosida Finlandiyaga borib kelgan talabalar bilan suhbat quramiz. Yahyo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizdan aynan Work and Travel haqida ma'lumot olmoqchiman. O'zi birinchi sizga beradigan savolim, nima sababdan aynan Nordik universitetini tanlagansiz va qanday qilib bu yerga o'zi o'qishga kirgansiz? Nordik universitetini tanlashim sababi bu Finlandiyaga bo'lgan qiziqish. Oldin ham bo'lgan. Oila a'zolarimiz Finlandiyada ishlab kelgan va bunday universitet O'zbekistonda, ya'ni Toshkentda filiali ochilganidan xursand bo'lganman, topshirishga decision qilganman. Aynan Work and Travelga ham siz yaqinlaringizni ko'rib kelish uchun ko'proq ishtiyoqingiz bo'lgan va harakat qilgansizlar. Shunaqa desa ham bo'ladi. Yaqinlar ko'rib kelish, fundamentni boyitish, ya'ni u yerga borib culture, odamlarni, sotsial normalarni va shunga o'xshagan narsalarni o'rganib, fundament yaratib kelish. To'g'ri, keyingi yil o'qishga borganda o'zimni komfortni his qilish uchun. Xo'p, Work and Travelga siz aynan o'tgan yil borib kelgansiz, to'g'rimi? To'g'ri. Work and Travelga topshirish jarayoni qanday bo'lgan va qanday qilib ushbu imkoniyat qo'lga kiritgansiz? Work and Travelga topshirish uchun universitet o'zi ofitsialniy saytida link qoldiradi. Shu link orqali to'ldirib, o'zingizni daniyalaringizni kiritgan holatda
tanlov asosida qabul qilinishingiz mumkin. Albatta u yerda GPA baholaringiz inobatga olinadi. Ya'ni inside and outside of the university degan activity nimalar, ya'ni universitetdan tashqari bo'lgan huquqingiz, qatnashib turganligingiz, qanchalik aktivni bo'lishingizga qarab ular sizni saylab oladi. Demak, sizni sotsial faoliyatingizga qarashadi, ham sizni baholaringizga qarashadi. Albatta. Bundan tashqari qanaqadir yana imtihonlar topshiriladimi? Yo'q, undan tashqari imtihonlar topshirilmaydi. Keyin to'g'ridan-to'g'ri vizaga topshiriladi. Xo'p, siz Finlyandiyaga 3 oyga borib kelgansiz. Taassurotlaringiz qanaqa? Plus tomonlari nima bo'lgan, minus tomonlari nima bo'lgan? Ochiqchasiga aytsangiz. Bu 3 oy mobaynida men ko'proq tajriba oldim desam mubolag'a bo'lmaydi. Chunki u yerdagi yangi do'stlar orttirish, Finlandiya muhiti, Finlandiya ta'lim tizimi, keyin ularni yangi texnologiyalarni atrof muhit bilan chambarchas bog'liqligi va buni ichida yashash, toza anaqa atmosfera, toza suv, toza ob-havo va shunaqa narsalar yoqqan. Work and travel o'zi nomi bilan work and travel deb atalgan, ya'ni ishlashga boradi talabalar. Siz aynan nima ish qilgansiz, nima kompaniyada ishlagansiz va qancha daromad topgansiz bo'lmasa? 3 oy mobaynida biz Maklan Mansika kompaniyasida ishlaganmiz, ya'ni Qulupnay kompaniyasi. Bu kompaniya Yevropa bo'ylab o'z mahsulotlarini eksport qiladi va Finlandiyani o'zida ham. Vaholanki bu kompaniyada biz ya'ni Qulupnay sorting, anaqa collectionda ishlab, ya'ni yig'im-terim ishlarida ishlab 3 oy mobaynida faoliyat ko'rsatganmiz. Travelga keladigan bo'lsak, albatta avtobuslar jalb qilinadi. Shaharlarga borish imkoniyatlari mavjud va undan tashqari siz ketishingizdan bir hafta yoki 10 kun oldin boshqa davlatga, Yevropa, ya'ni NATO a'zosiga kirgan davlatlarga borib, u yerlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi va shunga o'xshagan imkoniyatlar bor. O'zingiz Finlandiyadan tashqari yana qaysi davlatlarga borib keldingizmi? Bu qarorni qabul qilish oson bo'lmadi. Men aytib o'tganimdek, oila a'zom Finlandiyada bo'lgani uchun men Finlandiyani o'zini tarixiy shaharlarini, yangi innovatsion shaharlarni ko'rishga qaror qabul qildim. Shans bor edi Shvetsiya yoki Estoniyaga borishi, ya'ni oson yo'l va yaqin, lekin men tanladim Finlandiyani o'zini shaharlarini kezishni. Finlandiyani sizga yoqqan tarafi nima bo'ldi? Eng yoqqan va sizga juda ham yorqin taassurot qoldirgan narsa. Finlandiya yoqqan tarafi ayta olmayman. Bu tabiiyki tabiati, tozaligi, suvi, inson qadri, konstitutsiya, inson huquqlari to'la qamrab olingan va to'g'ri yo'lga qo'yilgan. O'zingizni o'z yurtingizda yurgandek his qila olasiz va sizni securities 100% qoplab olingan. Shuning uchun o'zingizni qulay his qilib yashashingiz mumkin. Shu narsa menga eng yoqqan taraf deya olaman. Siz ham Shimol yulduzini ko'rganmisiz? Northern Lights albatta ko'rganmiz. Soat kechki 2-3-4 atroflarida chiqardi. Uni rasmga olib, rasmga ko'rinadi, ko'zga ko'rinishi uncha qiyin, lekin rasmga kamerada olsangiz tip-tiniq ko'rinib turadi. Bo'lgan. Ajoyib. Qanaqadir qiyinchiliklarni ham ko'rganmisiz Finlandiyada bo'lgan paytingiz? Qiyinchilik albatta ishga yangi borganimizda moslashib olish jarayoni ketgan va aytib o'tganimdek time difference, vaqt boshqacha bo'lgan, ya'ni O'zbekistonga o'xshamaydi. U yerda qorong'u botmaydi. Soat 2-3 da ozgina qorong'u botib oladi. Bu narsaga o'rganish qiyin, uxlash qiyin, lekin ozgina uxlasangiz ham havosi toza, suvi toza, o'zingiz yaxshi, pozitivniy energiya bilan uyg'onishingizga sabab bo'ladi. Universitetlar tarafidan sizlarni qanaqadir qo'llab-quvvatlash bo'lganmi work and travel mobaynida? Boshqa work and travel programmalardan farqli ravishda Nordic International University sizga offer qiladi, ya'ni viza jarayonida yordam, ijtimoiy yordam va shunga o'xshash yordamlarni ko'rsatadi. Shtobi siz qiynalmaysiz va sug'urta albatta agarda meditsinskiy muammo bo'ladigan bo'lsa, sug'urta qilib berishadi va boshqa nimalarni, ya'ni responsibilitylarni o'ziga olishadi universitet. Shunisi bilan boshqa work and travel programmalardan
farq qiladi va ayta olaman 100% garantiyalangan borib joyingiz aniq, ish joyingiz aniq, ishingiz aniq, topadigan pulingiz aniq. Siz yaqin orada double degree dasturi asosida yana Finlyandiyaga ketasiz. Albatta. Bu narsani qanday qilib qo'lga kiritdingiz va nima sababdan yana Finlyandiyaga borish ishtiyoqi paydo bo'ldi sizda? Double degree jarayoni xalqaro Nordic universiteti taklif qiladi. Nordic talabalarga bu 2+1, 1+3, 3+1 rejimida ishlaydi. Ya'ni 2 yil O'zbekistonda o'qib turib, 2 yilingizni Finlandiyada davom qilishingiz mumkin va double sertifikatga ega bo'lasiz. Ya'ni ikkita diplomga ega bo'lasiz. Ya'ni Finlandiya diplomi va O'zbekiston diplomi. Double degreega topshirish uchun GPA balingiz iloji boricha yaxshi bo'lishi kerak. Ingliz tili va fin tillarida yaxshi muloqotga ega bo'lishingiz kerak. Double degreega уже Nordic International University'ga qabul qilindingiz. Bu birinchi step, ya'ni bu birinchi qadam. Double degree bo'yicha albatta Zoom orqali intervyu appointment qilinadi va shundan keyin siz intervyu, ya'ni Finlandiya ta'lim vazirligidan odam bo'ladi u yerda, Kareliya member bo'ladi, ya'ni Kareliya University member bo'ladi. Shular bilan intervyu qilgan holatda sizni saylab olishadi. Ya'ni bu yerda sizni ko'proq dunyo qarashingiz, problemalarga bo'lgan yondashuvingiz yoki fieldingizda, ya'ni sohangizdan kelib chiqqan holatda bir ikkita savol so'rashadi, ya'ni dunyo qarashingizni aniqlash uchun mana shu intervyu orqali o'tib, keyin bemalol vizaga topshirib o'qishga ketishingiz mumkin bo'ladi. Shaxsan sizga qanday savollar berilgan intervyu davomida? Shaxsan menga berilgan, biza business administration o'qiymiz, ya'ni biznes boshqaruvi. Bizaga project managementdan savollar bergan, ko'proq team collaboration, ya'ni jamoaviy ishlash bo'yicha sizlarda qanaqa nazariy, practical knowledge, masalan, qanaqa qilib qabul qilasizlar, boshqa culturelar bilan qanaqa muloqot, ya'ni akademik kommunikatsiyadan savollar berishgan, shunga yaqin savollar bilan qabul qilishgan. Sizni umumiy fikringiz, work and travel va mana shu double degree programmalar, dasturlar talabalarga qanday yordam bera oladi? Aytishim mumkin, double degree talabaga eng katta yordami bu cultural exchange with students. Yana ayta olamizki, Finlandiya ta'lim tizimi dunyoda top 3talikka kiradi. Bu ta'lim tizimidan foydalanish huquqiga ega bo'lishadi ular. Va bu ularga sotsial normalarni Yevropada o'rganishga, o'zini mas'uliyatlarni, studentlarning mas'uliyatini oshirishga, ya'ni u yerda yolg'iz yashashadi, yolg'iz o'qishadi, o'ziga bo'lgan mas'uliyatni his qilish va shunga yarasha experience, ya'ni tajriba oladilar. Chet yurtda o'qib, ya'ni boshqa atmosfera, boshqa insonlar orasida yurib, albatta bu dunyo qarashingizga va inson bo'lib yetishi, komil inson bo'lib yetishingizga katta fundament beradi. Chunki O'zbekistonda masalan bilamiz, o'zimizning normalar, o'zimizning standartlarimiz, o'zimiz o'sgan atmosfera, u yerda problemaga bo'lgan yondashuv boshqa turlicha bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham double degree programmasini Nordic International Studentsga hammasiga tavsiya beraman. Va Nordic International University sizga bu offerni beradi, bu imkoniyatni beradi. Siz borib o'qib, ya'ni internshiplar orqali ishlarga joylashib va o'zingizni topib ketishingizga yordam bera oladi degan narsani aytaman. Nordic universitetining bir qancha xorijiy universitetlar bilan birgalikda qo'shma dasturlar ham mavjud. Ular haqida batafsil gapirib bersangiz. Bugungi kunda bizda Amerika bilan, Finlandiya bilan hamda Janubiy Koreya bilan, ya'ni Janubiy Koreya universitetlari bilan qo'shma ta'lim dasturlari tashkil qilingan. Xususan Amerikada Rowan universiteti hamda Lawrence texnologiya universiteti bilan tashkil qilingan bo'lsa, Finlandiyada bilasiz, o'sha Koreyalik amerikanlar universiteti bilan tashkil qilingan hamda Koreya davlatining, o'sha Janubiy Koreyaning Daegu universiteti bilan qo'shma ta'lim dasturi tashkil qilganmiz. Bu ta'lim dasturida demak ishtirok etayotgan talabalar 2 yil, ya'ni Nordic universitetida o'qisalar, qolgan 2 yilini o'sha bakalavr bosqichida o'qiydigan talabalar o'sha Amerika, Koreya hamda Finlandiyada davom ettirish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Agar men sizga mana Lawrence universiteti haqida gapirib beradigan bo'lsam, bu Amerika Qo'shma Shtatlarida joylashgan universitet hisoblanadi. QS reytingida top 300 talikda turadigan juda ham mashhur universitet, xususiy universitet. Bu universitetga misol uchun bundan oldingi semestrda talabalarimiz, magistratura bosqichida o'qiydigan talabalarimiz borib, bir semestr davomida o'qib qaytishdi.
Bu universitet bilan bizning hamkorligimiz juda ham yuqori darajada tashkil etilgan. Ya'ni Lawrence universiteti, Nordic universiteti talabalari uchun ikkita qo'shma ta'lim dasturini taklif qiladi. Ulardan biri bakalavr ta'lim shaklida o'qiydigan talabalar uchun bo'lsa, ikkinchisi magistratura bosqichida o'qiydigan talabalar uchun. Undan tashqari Lawrence universiteti bilan biz hamkorlikda alohida faqat O'zbekiston uchun eksklyuziv shaklda dastur ishlab chiqyapmiz. Bu dastur magistratura bosqichi talabalari uchun bo'lib, faqat onlayn shaklda darslar olib boriladi. Ya'ni siz Amerikaga borib, vaqtingizni sarflab, bu yerda o'qish shart emas. Uydan turib O'zbekistonning o'zida mana shu dasturda ishtirok etishingiz va mana shu Amerikani butun dunyoga tan olinadigan diplomni qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Bu dasturning eng asosiy demak jihatlaridan bittasi uni kontrakt narxi. Lawrence universiteti boshqa mamlakatdan kelgan talabalar uchun, ya'ni out of state deymiz, talabalar uchun agar borib o'qiydigan bo'lsangiz, mana shu dasturda ishtirok etish uchun demak 50 ming AQSh dollar miqdorida kontrakt puli to'lashingizni so'raydi. Lekin O'zbekiston uchun ular eksklyuziv narx qilib berishgan. Agar onlayn dasturda ishtirok etadigan bo'lsangiz, 4 ta yo'nalish bo'yicha arxitektura yo'nalishi, MBA yo'nalishi, data, ya'ni computer science yo'nalishi va computer engineering, ya'ni IT yo'nalishlarida agar siz tahsil oladigan bo'lsangiz, mana shu 4 yo'nalish bo'yicha alohida dastur ishlab chiqildi. Onlayn o'qiysiz va kontrakt to'lovingiz 1 yilda 10.800 dollar atrofida bo'ladi. Bu faqatgina mana shu O'zbekiston fuqarolari uchun ishlab chiqarilgan maxsus dastur. Bunda ishtirok etish uchun lekin Nordic universitetining alohida o'sha sayt yaratilyapti. Mana shu sayt orqali ro'yxatdan o'tib, har qanday O'zbekiston fuqarosi magistraturada tahsil olmoqchi bo'lsa, onlayn ishtirok etishlari mumkin bo'ladi. Buning uchun IELTS dan 6 darajasi so'raladi. IELTS dan 6 darajasiga ega bo'lganlar bemalol ishtirok etishlari mumkin. Agar ularda demak til sertifikati bo'lmaydigan bo'lsa, bemalol Nordic universiteti orqali mana shu ingliz tilidagi bilim darajalarini tekshirib olib, demak o'qituvchilardan yetarli ball olganlaridan so'ng bizlar komissiyalarimiz baholashadi ularning bilim darajalarini. Mana shundan so'ng tavsiya etilsalar, mana shu dasturda demak IELTS sertifikatisiz ham ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ladi. Demak, shu dasturlarda shunday qilib aytish mumkin, Nordic universitet ko'prik kabi, ya'ni ikkita universitetlarni, ya'ni O'zbekiston ikkita davlatda, O'zbekiston bilan boshqa xorijiy davlatda birlashtirib, bu yerdagi talabalar uchun ko'p imtiyozlar beradi, u yerga borib o'qish uchun. Xuddi shunaqa, mana shu talabalarimiz 2 yil bu yerda o'qisa, 2 yil yoki 1 yil bu yerda o'qisa, 3 yil boshqa mamlakatlarda o'qish imkoniyatiga ega bo'ladi. O'sha yerdagi sifatli ta'lim, o'sha atmosferasidan bahramand bo'lishadi. Undan so'ng u yerda qolib, mana misol uchun Rowanga boradigan bo'lsa, talabalar Rowan universitetini bitirgandan so'ng 1 yil qolib u yerda demak ishlash imkoniyatiga ham ega bo'lishadi. Agar bakalavrga borishsa, demak magistraturaga kirishlari, ya'ni vizalarning statuslarini o'zgartirib, yana ko'proq vaqt u yerda qolib, o'sha ilmiy ish bilan shug'ullanishlari mumkin. Shu Amerika kompaniyalarida, korxonalarda ishlab, katta tajriba orttirish imkoniyatlariga ham ega bo'lishadi. Bundan tashqari biz mana Janubiy Koreya bilan mana shu davlat hukumati, ya'ni Koreya hukumatining GKS scholarshipini har yili talabalarimizga misol uchun ajratiladi, grant o'rinlari ajratiladi. Mana shu partnyor universitetlarga, Daegu universitetining partnyor universitetlariga, ya'ni boshqa davlatdagi universitetlarga, xususan O'zbekistondan bizga mana shunaqa scholarship uchun kvotalar ajratiladi. Va talabalarimiz Koreyaga borib, Daegu universitetida 1 yil davomida o'qib, demak o'qish xarajatlari mana shu dastur tomonidan qoplanadi. Undan tashqari har oy 450 AQSh dollari miqdorida stipendiya olishadi va demak o'sha Koreyada koreys tilini va madaniyatini o'rgangan holatda O'zbekistonga qaytib kelishlari mumkin bo'ladi. Ularning u yerda olgan ballari, bu yerda olgan ya'ni baholari, kreditlari bu yerda hisoblanadi. Kelib bu yerda bemalol yana o'qishlarini kelgan joydan davom ettirish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bundan tashqari yana qanday xalqaro loyihalar bor? Bundan tashqari yana bizda Erasmus Plus loyihasi bor. Bunda ishtirok etgan talabalar, misol uchun mana Polshaning shu Lyublana shahrida joylashgan Innovatsiyalar va iqtisodiyot universiteti bilan, Varshava Innovatsiyalar va iqtisodiyot universiteti bilan hamkorlikni yo'lga qo'yganmiz. Universitetning nomi shunday, lekin Varshavada emas, asosiy kampusi o'sha Lyublanda joylashgan. Demak, u yerda o'qiydigan talabalarimiz ham bor. Ular ham u yerda 1 yil davomida demak o'qish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Mana shu Erasmus Plus loyihasida ishtirok etib agar g'olib bo'ladigan bo'lsa, demak talabalarimizga bir semestr uchun 4,5 ming yevro pul ajratiladi. Demak, o'qish pullari to'lab berilgandan tashqari yana qo'llariga talabalarni, ya'ni viza kartochka ochtirishadi. Mana viza kartochkalariga 4,5 ming yevro miqdorida stipendiya to'lab beriladi. Bu yerga borib talabalarimiz o'zlarining bilim va ko'nikmalarini oshirish imkoniyatlariga
ega bo'lishadi. Hozir yoz fasli bo'lganligi uchun talabalar allaqachon ta'tilga chiqib ketishgan, lekin bundan biroz avval universitetga kelib, talabalardan universitet haqidagi fikrlarni ham bilib olganmiz va ular bilan suhbatimizni hozir siz ko'rishingiz mumkin. На каком курсе вы учитесь? На втором курсе факультет мировая экономика. Ага, отлично. Вы уже учитесь здесь 2 года. И каковы ваши впечатления об университете? У меня очень хорошие впечатления сложились за эти 2 года. Я встретила очень хороших людей. Также мне нравятся преподаватели в этом университете. Мое время очень быстро здесь проходит, поэтому я наслаждаюсь своей учебой. А можно ли узнать, почему из такого количества университетов в Ташкенте вы выбрали именно этот универ? У меня было много вариантов, но я рассмотрела этот университет. Для меня это оказался новым объектом, потому что он связан с Финляндией. Меня это очень заинтересовало, и я решила попробовать себя в этом универе. Не жалели ли ни разу, что вы выбрали именно Нет. его? А что вам больше всего здесь нравится? Наверняка это разнообразие языков и разнообразие учеников и учителей. В чем проявляется это разнообразие? То есть, что В том, что в нашем универе преподают разные языки, и за эти 2 года я выучила уже финский и немецкий язык. На каком уровне вы знаете? Начальный уровень приблизительно. Также разнообразие в учениках, то, что они все разные, у всех свое хобби, у всех свое мышление. А по какой причине, то есть ради чего вы бы посоветовали бы другим абитуриентам выбрать также этот университет, как вы, и поступать сюда? Мне кажется, этот универ предоставляет хорошие кадры для будущего. И мне кажется, это будет хорошая возможность для будущих студентов выбрать этот университет. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Rahmat, xudoga shukr. Sizga savolim bor edi. Nima sababdan aynan Nordic universitetini siz tanlagansiz? Xo'p, men birinchi kursni Angliyaning Manchester shahrida boshlaganman. O'sha yerda o'qiganman va u yerda menga har xil proyektlar, ideyalar kelgan va o'sha ideyalarni O'zbekistonda tatbiq qilmoqchi bo'lganman. Va endi oilaviy sharoit tufayli puldan emas, ota-onam meni O'zbekistonda yurishimni xohlagan. Shu sababdan O'zbekistonga kelganman va universitetlarni qidirib ko'rganimda aynan o'zimning proyektlarimni tatbiq qilish uchun Nordic universitetida imkoniyatlar ko'pligini bilganman. Shu sababdan ham Nordic universitetini tanlaganman va keldim bu yerda va bo'lajak olim tanlovida g'olib bo'ldim. O'zimni Angliyada ishlab chiqqan proyektim orqali. Vau, zo'r, ajoyib. Aynan shu universitetni tanlaganingizdan hech afsuslamaganmisiz? Yo'q, chunki bu yerda juda ham zo'r atmosfera, studentlar, o'zimiz har xil ideyalar qilamiz, o'zimiz nimadirlar organizatsiya qilib, har doim vaqtni yaxshi o'tkazamiz. Bo'lajak talabalar, ya'ni abituriyentlar uchun aynan nima sababdan Nordic universitetni tavsiya qilgan bo'lardingiz? Xo'p, birinchi o'rinda aytishim mumkin, nima bo'ladi? Work and Travel dasturi va Finlandiyaga, Germaniyaga nafaqat bitta davlat bilan to'xtab qolishmagan, va keyin Amerikaga ham, Italiyaga ham imkoniyatlari bor. Bu yerni men aytishim mumkin, dunyoga chiqish eshigi sifatida ko'rsa bo'ladi. Shu sababdan ham abituriyentlarga tavsiya qilaman. O'qitish juda unaqa qiyin emas. Odamlar hali universitet qiyin deb o'ylaydi, unaqa emas. Juda ham oson bo'ladi hammasi va eng zo'ri student life, ya'ni student hayoti juda ham qiziq bo'ladi. Я учусь на втором курсе, факультет мировая экономика. Интересно. Из такого количества университетов в Узбекистане, почему вы выбрали именно университет Nordic? Мне посчастливилось сюда поступить, потому что я могу правду сказать. Здесь училась моя сестра, и она помогала мне поступить сюда. Моя сестра посоветовала мне поступить в этот университет, так как она его очень нахвалила, ей здесь очень нравилось, и также она хотела, чтобы я тоже здесь учился. Не было ли такого ожидания реальной, что вы ожидали одно, а в итоге получилось по-другому? Нет, примерно мои ожидания были такие же, как эта реальность. Отлично. А что вам больше всего нравится в учебе здесь? Больше нравится, моя группа. Да, как мы вместе проводим время, вместе учимся, командно работаем, например, что если что-то делаем, какие-то праздники, если проводим, то мы тоже вместе готовимся, вместе что-то делаем, весело.
проводим время. Ой, сейчас, секунду. О, я не знаю, в какой стране солнце стоит. Мне так сложно на вас смотреть, вы еще высоко расположены. Я такая... Оттуда. Для чего вы бы советовали поступать абитуриентам именно сюда? Здесь квалифицированные опытные учителя с разных университетов, которых специально отбирали. И вот, и они здесь очень хорошо учат и максимально понятно. Вот, и хорошо относятся к студентам. Какое у вас самое яркое впечатление за 2 года здесь? За 2 года самые яркие впечатления — это, то есть, праздники, которые проводили здесь. Самое лучшее — это подготовка именно к праздникам. Не сами проводили, ну, когда праздники проводились, это тоже приятно было, но когда мы готовились к ним, это самое необычное ощущение. Процесс Вот вам нравился больше? Да, вот это самые яркие ощущения, то есть Новый год, День студента и такие вот подобные праздники. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nechinchi kursda o'qiysiz? Ikkinchi kurs xalqaro biznes talabasiman. Aha, ajoyib. 2 yildan beri bu yerda o'qib kelayotgan ekansiz va sizga savol. Nima uchun aynan Nordic universitetida siz tanlagansiz? Nordic universitetini tanlashimning sabablaridan biri o'zim yoqtirgan, ya'ni o'zimga sevimli bo'lgan davlat Finlandiya davlatiga maqsadim exchange qilmoqchi edim. Ya'ni bu universitetda shu imkoniyatlar bor ekan va work and travel dasturi ham bor ekan va o'tgan yil unda qatnashdim. Ya'ni nima uchun qatnashdim? Men qaysi muhitga, qanday odamlar yoniga borishimni anglab olish uchun bu dasturda qatnashdim va bu yili endi exchange dasturida qatnashmoqchiman. Ya'ni siz ham 3 oylik work and travel deb o'qigansiz va sizga aynan bu programma nima berdi? Ya'ni qanaqa o'zgarishlarni his qildingiz? O'zimda katta o'zgarishlar bo'ldi. Ya'ni yangicha do'stlar orttirdim va o'zim dunyoqarashim o'sdi. Yana ko'p joylarga sayohat qildim. Yevropani. Qayerga qo'ygan? Aynan Estoniyaga bordim. Estoniya Tallinn shahriga va Finlandiyani o'zining shaharlarini aylanib keldim. Ya'ni Nordic universitetining talabalari Finlandiyani aylanishi mumkin, Estoniyaga ham borib kelishi mumkin. Ajoyib zo'r. Nima sababdan boshqa, masalan, abituriyentlarga bu universitetni tavsiya qilgan bo'larsiz? Chunki ko'plab imkoniyatlar, ya'ni har xil davlatlarga chiqish imkoniyatlari mavjud. Muhit zo'r, o'qituvchilar yaxshi, hammasi va albatta shu Yevropaga chiqish imkoniyati mavjud. Nordic universitet bilan birgalikda o'zingiz uchun mustahkam poydevorni quring, chunki bu universitet sizning oldingizda ko'plab imkoniyatlarni ochib beradi. Video yoqqan bo'lsa, videoning oxirida like tugmasini bosishni unutmang. Ajragan vaqtingiz uchun kattakon rahmat. Yangi sonlarda ko'rishguncha, xayr.